Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun raqamlar yig'indisi mavzusini o'tamiz. Dastlab 1 dan 44 gacha sonlar ketma-ket yozilgan. Hosil bo'lgan sonning raqamlar yig'indisini toping. Buning uchun har bitta 10 talik sonlarni ajratib olamiz. Ya'ni 1 dan 44 gacha sonlarni ajratib olish uchun dastlab bir xonali sonlarni 1 dan 9 gachasini yozib olamiz. 1 dan 9 gacha sonlarning yig'indisini topish uchun 9 ni 10 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 45. Demak, 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 45 ekan. Endi esa 10 dan 19 gacha bo'lgan, ya'ni 1 bilan boshlanadigan sonlarning yig'indisini topib olamiz. Uning raqamlar yig'indisini topish uchun dastlab birlar xonasiga e'tibor beramiz. 0 dan 9 gacha. Hozir hisoblaganimizdek 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 45 va o'nlar xonasiga e'tibor beramiz. Har biri 1 bo'lgan 10 ta son. Ya'ni 10 ta 1 mavjud ekan. Endi esa buning yig'indisini topamiz 55. Demak, 10 dan 19 gacha bo'lgan sonlarning raqamlari yig'indisi 55 ekan. Navbatdagisi 20 dan 29 gacha bo'lgan sonlar. Buni ham birlar xonasi 45, o'nlar xonasida 2 raqami mavjud bo'lganligi uchun 10 ta 2 bor, ya'ni 20. Endi 20 ga 45 qo'shsak 65 bo'lar ekan. Davom etamiz. 30 dan 39 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini topish uchun 0 dan 9 gacha, ya'ni birlar xonasi yana 45. Endi o'nlar xonasi 3, 10 ni 3 ga ko'paytiramiz 30. 30 ga 45 qo'shsak 75. Va so'nggi 40 dan, ya'ni 4 bilan boshlanadigan sonlar 40, 41, 42 hamda 43, 44 sonlarni yozib olamiz. Bularning raqamlar yig'indisini topish uchun o'nlar xonasida 5 ta 4 bor. 5 ta 4 ga ko'paytiramiz 20, 24, 3 qo'shamiz 27, 2 qo'shamiz 29, 1 qo'shsak 30. Demak, bularning yig'indisi 30 ekan. Endi esa barcha sonlarni yig'indilarini topib olishimiz kerak bo'ladi. 45, 55, 65, 75 va 30. 45 ga 55 qo'shsak 100, 65 ga 75 qo'shsak 140, 100 ga 140 qo'shsak 240, 30 qo'shsak 270. Demak, 1 dan 44 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket yozilganda raqamlari yig'indisi 270 bo'lar ekan. Ikkinchi misol. 12 dan 69 gacha sonlar ketma-ket yozilgan. Hosil bo'lgan sonning raqamlari yig'indisini toping. Dastlab 10 dan boshlanmaganligi uchun 12 dan 1 bilan tugaydigan 19 gacha bo'lgan sonning raqamlar yig'indisini topib olamiz. Agar 10 dan 19 gacha bo'lganda hozir hisoblaganimizdek 55 bo'lar edi. Bizda 10 va 11 sonlar mavjud emas. 10 va 11 ning raqamlar yig'indisi 3. Shuning uchun 55 dan 3 ni ayiramiz, 52 soni hosil bo'ladi. Endi esa 2 bilan boshlanadigan sonlar. Ya'ni 20 dan 29 gacha. Birlar xonasi 45, o'nlar xonasi 10 ta 2, ya'ni 20. 20 ga 45 qo'shsak 65. Endi 3 bilan boshlanadigan sonlar 30 dan 39 gacha. 0 dan 9 gacha 45, 10 ta 3 30. 30 ga 45 qo'shsak 75 bo'lar ekan. Xuddi shunday davomida 40 dan 49 gacha ketma-ketlikni ko'rsak, har doim ketma-ketlik 10 taga ortib boradi va biz ham 10 taga ortib borib hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Demak, 50 dan 59 gachasi 95, 60 dan 69 gachasi 105. Bizda 69 gacha deyilgan, shuning uchun to'xtaymiz 105. Endi esa hosil bo'lgan sonlarning yig'indisini topib qo'yamiz. Demak, 52, 65, 75, 85, 95 hamda 105. 105 ga 95 qo'shsak 200, 200 ga 85, 285, 285 ga 75, 360, 360 ga 65, 420, 420 ga 52 ni qo'shsak 472 soni hosil bo'lar ekan. Demak, 12 dan 69 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket yozilganda raqamlar yig'indisi 472 bo'lar ekan. Raqamlar yig'indisi mavzusiga oid navbatdagi savol. 111, 112, 113 va 139, 140 bo'lgan sonning raqamlar yig'indisini toping. Ya'ni 111 dan boshlab 112 va hokazo xuddi shunday davom etgan 139, 140 gacha bo'lgan sonning raqamlar yig'indisini topamiz. Buning uchun
dastlab 10 talik ajratib olamiz. 111 dan boshlab 119 gachasi. Xuddi shunday xona birliklari bo'yicha hisoblaymiz. Ya'ni 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 45. Demak, o'nlar xonasi 9 ta 1 bor. 111 dan 119 gacha, shuning uchun 9. Yuzlar xonasida ham 9 ta 1 bor, bu ham 9 va yig'indisini topamiz. 9 ga 9 qo'shsak 18, 18 ga 45, 63. Demak, 111 dan 119 gacha bo'lgan sonning raqamlari yig'indisi 63 ekan. Endi 120 ga o'tamiz. 120 dan 129 gacha. Birlar xonasining raqamlari yig'indisi 45, 0 dan 9 gacha. O'nlar xonasida 10 ta son bor va har biri 2. Shuning uchun 10 ni 2 ga ko'paytiramiz. 20. Yuzlar xonasida 10 ta son bor, har biri 1 va bu 10. Endi buni yig'indisini topamiz. 10 ga 20 ni qo'shsak 30, 30 ga 70, 45 ni qo'shsak 75 bo'lar ekan. Endi esa 130 dan 139 ni hisoblaymiz. Birlar xonasi doimgidek 45, o'nlar xonasi 3 raqami turibdi, 10 ta 3 bor, 30 va yuzlar xonasida 10 ta 1 bor, 10. Endi bu sonning raqam yig'indisini topib olamiz. 45 ga 30 75, 10 qo'shsak 85 va so'nggi 140 sonini o'zining raqamlari yig'indisini topamiz. 1 ga 4 qo'shsak 5, 5 ga 0 qo'shsak 5. Demak 5 bo'lar ekan. Endi bu sonning jami yig'indisini topamiz. 63, 75, 85 hamda 5. 3 ga 5 qo'shsak 8, 8 ga 5 13, 13 ga 5 qo'shsak 18. Bir dilda 6 ga 7 13, 13 ga 8 21, bir dilda bilan 22. Demak, javob 228 bo'lar ekan.